Bugun universitetimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha go'zal bir tadbir o'tkazdik. Ko'tarinki ruhda o'tdi. Talabalarimiz qatnashdi, ustozlarimiz qatnashdi. Jamiyatimizni, davlatimizni bu korrupsiya balosidan yanada qutqarish va uni himoya qilish uchun albatta talaba sifatida aytamizki, bilimimizni, kuchimizni sarf qilgan holatda shu illatga qarshi kurashish bo'yicha harakat qilamiz. Albatta bunaqa tadbirlar ijobiy xulosa chiqarishimiz uchun bizga manfaatli bo'ladi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 33-yilligi munosabati bilan Oriental universitetida talaba yoshlar o'rtasida ilmiy maqolalar ko'rik-tanlovi o'tkazildi va ushbu ko'rik-tanlovda men ham faol ishtirok etdim va faxrli 2-darajali o'rinni egalladim. Ushbu ilmiy maqolalarda ishtirok etib, g'oliblarni taqdirlash maqsadida tadbir tashkil etildi va ushbu tadbirda barcha o'qituvchi xodimlar hamda talabalar ham ishtirok etishdi.